İkinci qism derslik HTML element tuqumi. HTML elementleri deganimiz başlanish xat kuchi bilan oxirlash xat kuchi bo'lgan barliq kodni ko'rsatadi. Masalan, mana misaldagi başlanish xat kuchi bilan oxirlash xat kuchi. HTML elementning grammatikasi. HTML elementi başlanish xat kuchi bilan boshlanib, oxirlash xat kuchida oxirlashadi. Ya'ni B bilan boshlanib, B da oxirlashadi. Element mazmuni başlanish va oxirlash xat kuchlarining oralig'idagi mazmunni ko'rsatadi. Ma ikkisiniki o'ttirsiga yozilgan mazmun element mazmuni hisoblanadi. Ba'zi elementlarning qiymati quruq qiymat bo'lsin bo'laverdi. Masalan, BR ning qiymati quruq qiymat. Elementlarni singdirib ishlatishga bo'ladi. Masalan, ma holatda singdirib ishlatishga bo'ladi. Ko'plagan elementlarning xarakteri qiymati bo'ldi. Keyingi qismda darsligimizda so'zlaymiz xarakter haqidagi mazmunlarni. Shunday HTML elementlaridan bir qancha amaliy misol. Ma misol qaraydigan bo'lsak, buningda P abzas buyruqi body HTML hujjatninki asosiy mazmun qismi HTML deganimiz HTML hujjatiga aniqlanmagan buyruq. Anodin keyin BR deganimiz qurtashlash buyruqi, ma A deganimiz ulnush. Bayam kodniki unumini ko'rsak, mahlulat ko'rindi. Diqqat qilish tegishli bir qancha nuqta. Mav qurtashlash buyruqi BR ning o'rniga amalba maxil buyruqni ishlatamiz. Anodin keyin P buyruqini ishlatgan vaqtimizda cho'qim buniki ma oxirlash buyruqini unutib qolmay yozamiz. Maxil holatda yozsaqmi ba'zi tor ko'rgishlarda toniverdi. Anodin keyin diqqat qilish tegishli HTML da cho'ng kichik harfninki mazmuni o'xshash. Ma P ning o'rniga cho'ng harf yozsaqmi yoki ma body ning o'rniga cho'ng body yozsaqmi va yoki aralash yozsaqmi buningki qiymati o'xshash. Amal ba kichik yozishga odatlanamiz.